Hop, xullas bo'ldi, to'xtatinglar hamma narsani. Tugadi, vobshe tugadi. Bilmayman bular qanaqa qilib plan qilishgan, qaysi IQ bilan plan qilishgan, yana bu убийствоni shunaqa plan qilishganda. Hoji akam kirib kelyaptilar. Dushga ko'rsatyaptilar. Nozimani o'lgan joyini. Ko'ringlar-da. Shekilli bet. 180 ekan bet. 20 bor ekanda. Necha metr bo'lgan bo'yi? 167lar bo'yi. Va 180 shekilli bet. Hop, mana endi qaranglar, buni bo'yini 167 deyapti. Meni nazarimda undan ham balandroq edi bo'yi. Mayli, hop 167 ham deylik. Hop. Endi mana bu narsaga e'tibor beringlar, mana bu stulga. Stulni kim olib kirdi betga? Stulga chiqib bosgan adashmasam. Stulga chiqib, osib stulni itarib yuborgan. Shunda bu stulga chiqqan bo'lsa, anoni o'zi 180 bo'lsa, u ani stulni o'zi nechi? Shunda qanaqa qilib arqon? Voy bile. Yo insonning IQsi, yo mayli xo'p, shunaqangi bir bu katta narsa убийствоni yashirish. Lekin bu narsani plan qilish uchun insonning IQsi qanaqa bo'lishi kerak? Bile. Tugadi.